Hammaga xayrli kech. Ertaga biz Berlin sayohatimizga jo'nab ketamiz. Ko'zlarim tayyor, makiyaj o'chirish kerak. Shuning uchun qop-qora. Lekin oldin bizlar kechasi ochiq qolganlar. Biror nima yeyishimiz kelyapti. Shuning uchun men pastga tushaman. Qolgan narsalarni yeb tugatmoqchi bizlar safar oldi. Malollar nima topding yeyishga? Nima bor ekan? O'zi osh yeyman, kechagi oshni istib yeyman. Bir kishilik osh qolgan o'zi. Men demak o'zimga boshqa narsa topishim kerak bu degan. Do'stlar nima yemoqchisan? Hozir qaraymiz. Nima topamiz? Bu yerda ne kishi tor kirib yurganini ko'ryapsizlarmi? O'zi ham rosa kirib yurdik bugun bilan kechadan beri. Yo'lga tayyorgarlik qildik. Ertalab yo'lga chiqamiz soat 8lar, 9larda. Bizani poyezdimiz, Berlinga ketadigan poyezdimiz 11dan, 15 kam 11da yuriydi. Qarayman nima yeymiz. Biz nima yeyishini bilmaganlar. Ayol qidirilyapti. Ana qarizmay ketmam bu. Narsalar tursa, ichim qisilyapti. Posada tursami? Oldin baribir edi menga. Ko'rding, o'sha yoshga yetib keling, 25 yoshda sana mana shu odatga yetib kelding. Atrofda idish-tovoqlar, yig'ishtirilmagan narsalar. Yo'q, hayronman, olimmen albatta qabul qilmayapti bu narsani. Qabul qilmayapti, lekin shunga yetib kelasan. Atrofdagi tartibsizlik sana asabingga tegadigan bo'ladi, avtomatiski yig'ishtirish boshlaysan atrofdagi narsalar. Mana shu yoshga har kim qachondir yetib keladi mana shu yosh. Kimgadir ertaroq boshlandi bu narsa, kimgadir kechroq. Qarabki siz hamma joyni yig'ishtirmasangiz tinchlanmaysiz. Lekin bir umr bunga yetib kelmayotgan odamlar ham bor. Men chaqalar, Senga qaramadim, senga просто qaradim. Bilyapman, aqlari bo'lsa eshittiraydilar. Men umuman buning nazarda tutganim yo'q edi shu momentda. Qilaysan? Ay, bilyapman, mana tabiat Pul oshni topdi. ba'zida vaziyat to'g'rilayman deb atab qo'yaman. Non bor, non yeylik. Kim yeydi shu nonni? Ketamiz yo'qda. Hay, Non bilan masla yeymi, nemislarda? Abend brot. Mana abend brot. Yaxshi kelibdi nonni ochligimdanmi? Sveja yaxshi nonida. Muncha nonni nima qiladi muncha nonni biza? Menimcha nonimizda. Siz bilibamki, zappa bozorda qilib kelgansizlar. Ash serialli. Aramini ichishimiz kerak bilasizlarmi? Mana bu kurkumalik, Kavupcha bilyapman. lavon ko'kli. Lavon suviga kavupcha deb qo'ygan. Shunga qilgan lavonlarni ko'pcha qilganman. O'tkazıyorlar böyle. Kavupcha yashab qo'ygan nimasi kam. Nima bo'lib yesang bo'ladi. Biyimlar o'xshab. Isitish kerak edi uni, yaxtakkina yeyapsan. Aytmanga. Yoqdi. Ketarkan. Ketadim. Ko'rding, ketadim. Sen yemaykan buni? Buncha kontenerni nima ishlatgansizlar? Sana bir şey edeyim şunu. Ko'rmay qoldim, ayron qolib. 80 ta odam Ambaqda gapirotgan, buni ichishimiz kerak. Vitamin C immun sistemamiz uchun kurkumalik, nimalik, imbirlik, zaft. Batarya quyib yesang ichaman. Ertalab ichishimiz kerak edi buni. Ertalab ichamiz, hayır. Qo'y ertalab ichib ketamiz. Bunchalargacha sabah chiqmasin. Mana ichirmoqchisan bunaqa narsa. Men ichmayman, azoblanib. Nima qilaman o'zimga? Ukang ham ichmagan. Ichmasalaring, ichmalaring. Sig'masa bunisi nimaga qismga qilamiz mana. Ichmasalaring. Ana yuvilmadi. Mana shu simcha bilan ketib yumoqchi bo'lib qo'ymadilar. Simcha bilan kelaman. Ichib ko'raylik, ham o'sha chiqmasdi. Menga anaqam hamkasbim ko'p oladi shundan. Menga suv qo'shib beradi biroz. İçi bilishim uchun suv qo'shib beradi biroz. Ichib ko'ramiz. Ay, biroz savolim mama. Qancha ichib ko'raychi? Ikki savol mama.
Malo? Böyle nimadir sig'ir bilsangiz o'zlaringizdan chiqadi. Pushaymon bo'lasan. Ichma. Ichma pushaymon bo'lasan. Bu mani erim non qo'ydi, shuna qarang, non olib keladi uyga. Bitta ering ham emas, o'zing ham. Non qo'yishsan. Ben sotib olaymi, o'zi sotib oladi. Men sotib oldim buni. Bag'am sizdan sotib oling. O'zi bitta kichkinachasini tanlayotdik, keyin anaqa dedik. Nima desam? Ko'pchilik ko'p, biza mehmon ham keladi dedik. Salat bilan yeyman deb o'yladi. Faqat salat yeyman deb o'yladi. Kelinglar osh yeymiz. Berek. Osh yeymiz. Qolgan osh. Ketdik. Okay. Bo'ling, bo'ling. Nonni yaram kesaymi? Ha. Yo'q, o'tan boshida yo'q. O'zimdan kesabirik tutib. Qaysi? Harorat mana kesak yo'q. O'zim ichaman, ichmasam. Hozir bitta videochani qo'shiq aytganmiz, videochasini taxladim. Post qilaman Instagramga. Lekin afsuski anaqa post qilib bo'lmaydi, YouTube'ga post qilib bo'lmaydi uni. Muzika bor uchun. Muzika. Mana Instagramga aktiv bo'lish kerak. Televizor ovozdan. Televizor ovozdanmi? Biling. Yaqin tursa, o'zing yaqin kim gapiribsan-ku. Videoni tashlasam birinchi privatni qilib saqlanib qilaman shu uchun keyin открытый qilaman. Shunday. YouTube okey desa. Bular shuni yesagina kesadi. Ana bu boshqa ikki xil non ekan. Mana bu boshqa nondan ekan. Bu boshqa non. Ikki xil non olgandikda, bitta kichkinacha olgan, bitta kattaroq. Mazza. Men sayohatga chiqsak, men uchundir kasal bo'laman. Or yeysan shu salam. Agar o'ylasam man kasal. Yo'q, men shuncha ichopman, men shuni immunitetim ko'taradi deb. Bo'lmasa men imbir yaxshi ko'rmayman aslida. Lekin men hamma sayohatda odamlarni bezor qilaman-da. Odamlar deganda endi oila a'zolarini nazarda tutyapman. Jabrdiyda. Shamollayman, yo'l oldi. Yoki yo'lda kasal bo'lamanmi? Nimadirlar bo'ladi men bilan deb. Immunitetim past. Shuning uchun yo'lga chiqish oldi iloji boricha dam olishga, yaxshi vaqtida yeyish, vaqtida uxlashga e'tibor berishim kerak, kasal bo'lib problema qilmaslik uchun odamlar. Ana osh isitildi, lag'mon isitildi. Kechagi osh, bugungi lag'monni qolgani, bugungi salatni qolgani, mana shunaqa qilib, kechagi yogurtni qolganlari, hamma qolgan qutganlar bilan ujin. Osh bo'lsin. Avval men osh bilan non yeydiganlarni tushunmasdim-da unchalik. Endi tushunsin. Hozir o'zim uchun shunday qilaman ba'zan. Masalan, hozir shunday qilmoqchiman. Mana bu energiya bo'lishna 5%. Bilaman. Zarar, 5% zarar qadam. Guli u yoqdan bu yoqqa yuribdi, tepinib ketadi. Qadam kechasi 2 soat qiladi bu. Cho'rak hech kim oldingni olib qo'y demaydi. Qiynalyaptim mana. Mama yana nima bo'lgan shu paytda endi kitob o'qiyman ketiblar. Mazam yo'g'urtchi. Mehmonlaringni o'ziga berging kelmadi yo'g'urtgacha. Ichaman, nima mehmonimiz turib o'zi yogurt olib kelsa, yogurting olib borib, mana oling yangisidan dedi. Kam qolganda dedi. Sizga nima qo'ydim achchiq tamom. Endi mana bu pandalarni baloni advent kalendaridan chiqqan veselyan qala bilan tozalaymiz. Hamma kompaktniy kalendardan chiqqan kosmetikalarni olib ketish uchun mana soldik kosmetika. Ups. Yo'q, ko'zim tayini ko'rmadingmi? Sizlarni o'chiramiz. Qora bo'lib yotibdi, ketmagan. Ammo sinab ko'ramiz, bu kalendar yaltiroq shunaqa. Uy,
yaxshi chiqamiz. Kechasi yeb bekor qildim lekin Bular bekor qildim. Qo'ymasalar, shu qanaydir og'ir bo'ldim. Am bu yerdagi bu o'zbekona ziraklar qani ma'lum? Oldilar usta bular anaqaga. Qara buni ana bu detalini mana buni olmabdi. Olib ketishga olganlar menimcha. Qora. Kecha ham charchagandan bunaqa yaxshilab yuzni tozalashimga vaqt bo'lmadi. Lekin yaxshi emas kosmetikalar bilan uxlash. Hozir kulgandan yig'lab yubordim. Chunki Malosh uxlabdi deb o'ylamanda. Keyin birdan Malosh bilasizmi bugun qanaqa shirinlik yegimki. Nima deding? Bugun qanaqa shirinlik yegib kelganini aytaymi dedim. Qanaqa shunday dedi, birdan kulib yubordim, ko'zimga yosh chiqib ketdi. Qanaqa Malosh? San Sebastian cheesecake yegin keldim bugun. Aytmading-ku? Nima topaydik aytganim bilan. Topmasdik, просто bilishim uchun. Hozir Erta yesak bo'ladi lekin. deylik. San Sebastian. Erta yeymiz. Soat 2 bo'lib biz uxlaganimiz yo'q. Mana oshdan keyin yurayim bechagala jivachgacha yana o'tirib. O'zimni so'kib qayerdan ham yedim uni deb. Uxlaymiz endi. Lekin uxlash kerak, erta qiynalamiz turishga, ertaga turishimiz kerak. Yaxshi yotmalo. Gute Nacht. Xayrli tunsilik.